Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga yaponiyalik mashhur bokschi Naoya Inoue va O'zbekiston faxri Murodjon Ahmadaliyev o'rtasida bo'lib o'tgan jang haqida aytib bermoqchiman. ...2025-yil 14-sentyabr kuni Yaponiya shahrida o'tkazilgan bu jang boks olamida katta e'tibor qozondi. Murodjon bu jangga zo'r tayyorgarlik bilan chiqqan, chunki bu uning eng katta imkoniyatlaridan biri edi. Uning maqsadi dunyodagi eng kuchli bokschilardan biri Naoya Inoueni mag'lub etish edi. Jang boshidan boshlab Inoue o'zini juda ishonchli tutdi. Harakati tez, zarbalari aniq, himoyasi esa kuchli. Murodjon esa qo'rqmasdan jang qildi. Ba'zi daqiqalarda hujumga o'tdi, yaxshi zarbalar berdi, lekin Inoue tajribali, juda aqlli jangchi. U jang boshidan oxirigacha nazorat qildi. Jang 12 raund davom etdi va hakamlar bir ovozdan g'alabani Inoue foydasiga berdi. Ya'ni bu safar Murodjon mag'lub bo'ldi, lekin u oxirigacha kurashdi, taslim bo'lmadi, o'zini yomon ko'rsatmadi. Bu ham katta jasorat. Jangdan keyin Inoue navbatdagi raqibi bilan dekabr oyida jang qilishi mumkinligini aytdi. Murodjon esa hali boksni tark etgani yo'q. U hali oldinda yana kurashadi, yana chempionlik uchun ringga chiqadi.今日はこの戦い方が大正解だと思います。I think today's strategy was success for me. I really wanted to finish him in the middle of the round, but I didn't. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Murodjonni qo'llab-quvvatlaylik. U bizning faxrimiz. Yana ko'rishguncha, xayr.